Assalomu alaykum. Uzcabo Olimpiadasi yozma savollari tahlilini qilishda davom etamiz. Demak, bizda 5-topshiriq. 5-topshiriq biologik kimyoga oid savol bo'lib, bu savolda biz fermentlar kinetikasiga oid bo'lgan mavzuni ko'tarmoqchi bo'lganmiz. Biroq bu yerda reaksiyaning tezligi va konsentratsiyasigacha bo'lgan qismlar emas, shunchaki biologik jarayonlarning boshlanishiga oid bo'lgan savol hisoblanadi. Pirvotkinaza faolligini tahlil qilish biokimyoni o'rganish orqali yaxshi tasvirlangan fermentlar kinetikasi sanaladi. Ferment faolligi odatda substrat yoki mahsulotning ko'rinishi orqali, ko'pincha spektrofotometrik xususiyatlardagi o'zgarishlardan foydalanadi. Reaksiya aralashmasi orqali belgilanadi. Pirvotkinaza glikoliz jarayonida ishtirok etadigan asosiy fermentlardan biridir. U jarayonda bu ferment glikolizning oxirgi bosqichini katalizlash vazifasini bajaradi. Bu reaksiya hujayra metabolizmida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu reaksiya oksidlanishi, fosforlanish jarayonidan oldin qanday jarayon sodir bo'ladi? Biz bilamizki, anaerob sharoitda yoki aerob sharoitda hujayraning asosiy energiya manbai bo'lgan ADFdan ADFning hosil bo'lishini ta'minlaydi. Pirvotkinazaning roli sxema orqali topshiriq shartda ko'rsatilgan va bu glyukozaning ko'p bosqichli glikoliz bo'lishi, keyin esa fosfenol privodga o'tishi, fosfenol privodni pirvotkinaza yordamida ADFdan ATFga o'tkazishda ferment, ya'ni u yerda kataliz vazifasini o'tashi ko'rsatilgan edi. Xullas, sizga savol berilardi va bu savol nimadan iborat? Pirvotkinaza qulay tarzda reaksiya mahsuloti pirvot bo'lgan qo'shilgan tahlil orqali aniqlanganligi, birinchi reaksiya tenglamasi hamdaki ikkinchi reaksiya tenglamasi pirvotdan NADFH qo'shib, laktat dehidrogenaza fermentini qo'shib, NAD+ laktak olgan edik. Xo'p, tajribada qon plazmasida pirvotkinaza faolligi va uning kinetik xoslarini o'rganish uchun ota, ona va qizning qon tahlillari olingan. Olingan tahlil natijalari bizda ABC eritmalarli muzli idishda saqlanishi kerak edi. Ya'ni A muzli eritma edi, bizda B eritma esa suvli, xona harorati 20 gradus saqlangan suvli eritma. Jadval berilgan. Mana siz ko'rib turgan jadvalda reagentlarning to'g'ridan-to'g'ri 1 millilitrlik plastik idishga pipetkalash orqali reaksiya aralashmasini hosil qilishimiz kerak. Hammasini galma-galdan va eng oxirida plazma namunasi, ya'ni bemorning keltirgan plazma namunasi har biri 0.5 millilitrdan bo'lganidan quyishimiz kerak ekan. Xo'p, savolning sharti bilan tanishib oldingiz. Endi plastik idishga pipetkalash orqali fosfenol privodning 0.2, 0.4, 0.8, 1 hamda 1,5 millilitrli eritmalarni hosil qildingiz deyilgan. Fosfenol privodning eng yuqori konsentratsiyasiga C eritmadan qancha hajm qo'shish orqali bunga erishdingiz deyilgan savol qo'yilgan. Demak, bu yerda endi biz hisob ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Hisob ishlarini qanday amalga oshiramiz? Qanday hisob kitoblarni amalga oshiramiz? Siz u yerda hozir ma'lum bir o'lchamlarni hosil qilganmiz. 0.2 mikromol, 0.4 mikromol, 0.8, 1,5 mikromolli konsentratsiya eritmalarni hosil qilganmiz. Eng yuqorisi bizda hozir 1,5 bo'lib turibdi. O'sha 1,5 mikromollini hosil qilayotgan paytda 1,5 millimollini hosil qilayotgan paytimizda uni qanday hosil qilganligimizni tushuntirib berishimiz kerak bu yerda. Buni qanday tushuntirib beramiz? Bu yerda hozir xo'p, bizda formula bor, ya'ni molar konsentratsiyaning formulasi bor. Molar konsentratsiya teng, ya'ni Sm mol taqsim litr, ya'ni hajm. Bu yerda modda miqdori birligi mol, hajmning birligi esa litr. Shu formula orqali shundan ketamiz. Bu yerda konsentratsiya to'g'ri proporsional molga, teskari proporsional hajmga. Va bundan biz formula chiqarib olishimiz mumkin. Demak, S1 ko'paytirilgan
va 1 teng bo'ladi S2 ko'paytirilgan va 2 ga. Shundan foydalanib, agar hisob ishlarini amalga oshiradigan bo'lsak, yarim konsentratsiya bo'lsa, o'sha 1000 ga aylanib ketadi va bu yerda bizda 10 ko'paytirilgan x qoladi. Agar biz bu yerdan x ni topmoqchi bo'lsak, bizda bu qiymat 150 mikromolga teng bo'lar ekan. Mana bu yerda biz millilitrni undan ham kichikroq qiymatga o'tkazdik va shuning evaziga hozir shu natijaga, shu qiymatga erishdik. Endi boshqa bir usul bilan ham buni qilish mumkinmi? Shunday usul bormi? Boshqa bir usul ham bor. Ya'ni biz shunday qilishimiz kerakki, 10 mikromoldan, ya'ni 10 millimoldan foydalanib, bu nima degani? 10 dan foydalanib 1,5li olishimiz kerak bo'lsa, bu 6,667 degani. Bu 6,667 bizda hozir suyultirish darajasidan yetadi. Suyultirish darajasi shunga kelib qolganligini bildiradi bizga hozir. Agar biz pipitkalash orqali har bir plastik idishning hajmi 1 millilitr hajmda ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, agar uni mikroga o'tkazadigan bo'lsak, bizda bu 1000 ga aylanib ketadi. Shuning uchun endi biz 1000 mikromolni agar 6,667 marta suyultirsak, bizda yana 150 mikromol degan javobga kelamiz. Demak, javob har ikki holatda ham 150 mikromol qiymatini qabul qilar ekan va shunga to'g'ri kelar ekan. Endi masalaning navbatdagi qismiga o'tamiz. Mana bu yerda buning javobini yozib qo'yamiz. Keling, 150 mikromolga teng bo'ldi. Jadvalning bo'sh qismlarini to'ldiring deyilgan. Jadvalning bo'sh qismlarini qanday to'ldirishimiz kerak? Demak, bu qismlarni to'ldirish uchun bizga eslatmalar kerak bo'ladi. Bu eslatma nima? Biz dars avval olganimizda 1 millilitr hajmdagi idishchalar olgandik, plastik idishchalar. O'sha idishchalarga narsalarni, ya'ni bu eritmalarni joylashtirgan va solgan edik. Va oxirida plazmadan ham quyganmiz. Xo'p, endi agar men mabodo kim 2x ni x ga aylantirmoqchi bo'lsam, 2x ni 2x ga aylantirmoqchi bo'lsam, uni yarmiga bo'lishimga to'g'ri keladi. Yarmiga bo'lishimga to'g'ri keladi deganda qanday yarmiga bo'lishimga to'g'ri keladi? Chunki hozir mana bu yerda reaksiya uchun ishchi konsentratsiyasi x ga teng deyilgan va menga ma'lumot berilganda va bu yerda 2x safara konsentratsiyasi uchun 10 millilitr berilgan. 10 millilitrni agar men mikromolga aylantiradigan bo'lsam, bu qiymat o'zgarib ketadi menda. Qanchadir qiymatga o'zgarib ketadi. O'zgarish bo'ladi hozirki menda. Bu 5 millilitr agar mikromolga aylantirsam, bu 500 ga to'g'ri keladi. Shunda A ning hammasiga 500 dan qo'yishimga to'g'ri keladi. Har biriga 500 dan. Va shu ko'rinishda to'ldirilishi kerak o'zi jadval. Hop, peptin turli konsentratsiyalar deyilganda mana bu yerda bizga qiymatlar berilgan va bu qiymatlarni ham mana bu yerdan joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerga 0,2, bu yerga 0,4, bu yerga 0,8, bu yerga 1, bu yerga 1,5. Xo'p. Endi A ni aytdik qiymatini 5 millilitr yoki mana bu yerda mikromolda hisoblaganligi uchun yozib chiqamiz. Ikkilanmasdan 500 dan. Har biriga 500 dan bo'ldi. Endi yakuniy konsentratsiya mana bularni berish kerak. Ya'ni turli konsentratsiya deyilyapti-ku. Mana bu konsentratsiyalar. Hozir biz mana bu yerda 1,5li konsentratsiya uchun qancha hajmda S eritmadan qo'shishimiz kerakligini hisob kitob qilib topdik. Buning qiymati 150 ga teng bo'ldi-ku. Endi hozir biz bu yerda xuddi shu ishni
0,2 uchun, 0,4 uchun, 0,8 uchun, 1 uchun, 1,5 uchun amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bizda yakuniy hajm mana bu yerda e'tibor berasiz. Hammasiga 1000 dan qilib yozib chiqdik. Hammasiga 1000 dan qilib yozib chiqqanligimiz uchun bu sizga yordam bo'lasizda, chunki pipetkamizda yakuniy hajm, ya'ni jami hajm 1 ml bo'lardi. U mikrolitr aylantiradigan bo'lsak, sizda 1000 ni beradi. Xo'p. S eritmaning hajmi qanday bo'ladi? S'nikini topish uchun biz boya formula tuzib olgandik. Mana S1 ko'paytirilgan V1, S2 ko'paytirilgan V2. deya endi shu formadan foydalanib hisob kitobni amalga oshiramiz. Keling, bu yerni o'chirib turaman va bittasini topib ko'rsatib, shu qanday yo'sinda topilishligini ko'rib o'tamiz. S'ning qiymatlari qanday topilishi kerakligini. Demak, o'chirib olamiz bu yerni. Shu yerga hisob kitob ishlarini amalga oshiramiz. Formulani tepadan yozib olamiz o'zimiz uchun. Demak, S1 ko'paytirilgan V1 ko'paytirilgan S2 ko'paytirilgan V2. Bizda hozir V1 qism yo'qligi uchun keling shu V1 qismning o'zini o'chirib, shuning joyiga noma'lum belgisini, ya'ni x ni qo'yib qo'yaman, chunki har safar x ni topishimga to'g'ri keladi. xn deb qo'yaman. Xo'p, birinchi holat uchun hisob kitob ishlarini amalga oshiradigan bo'lsam, birinchisida nima bo'lish kerak? Ya'ni qanday qiymatga erishishim kerak? Xo'p. Menda jami 10 edi. Xo'p. S2 ning qiymati menda, ya'ni keyingi konsentratsiyaning qiymati menda o'z-o'zidan 0,2 ga teng va uning hajmi esa 1 ml yoki 1000 mikromolga teng. Va bu yerda endi bu teng. S1 konsentratsiya esa menda o'zidan 10 ga teng. Ya'ni mana bu yerda S10 mol fosfat enol period olinganligi uchun va bu yerda x ni topishimiz kerak bo'ladi. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, bu yerdan qanday qiymatga erishamiz? Ya'ni 10x ning qiymati bizda teng bo'ladi. Mana bu yerda bitta nolni olib ketadi va bizda 200 ga teng bo'ladi. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, 200 ni 10 ga bo'lamiz va bizda bu qiymat 20 ni beradi. Xuddi boyagi singari hisob kitob ishlarini amalga oshirib topib oldik. Demak, bu yerda bu qiymat 20 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda esa bu qiymat bundan 2 marta katta bo'ladi, ya'ni 40 ga teng bo'ladi. Undan keyingisida esa 0,8 bo'lganligi uchun bu undan ham yana 2 marta katta son va shunda 80 ga teng bo'ladi. Bu bundan 5 marta katta son, bizda hozir bu 100 ga teng bo'ladi. Keyingisi bu 1,5 va 1,5 soni qaysiga nisbatan hisob kitob qilishimizga bog'liq bo'ladi. 0,2 bo'lganda bizda 20 ga teng edi. Endi 1,5 bo'lganda qanchaga teng bo'lishini hisob kitobini amalga oshirishimiz kerak. X ni topadigan bo'lsak shu yerdan. Xo'p, 150 ga teng bo'lar ekan. Yozib qo'yamiz bu yerga 150 deya. Endi bizda faqatgina B qoldi. B ning eritmaning hajmlarini topish muammo emas menimcha. Buning hajmlarini keling biz osonroq qilib o'zimiz uchun formula yaratib olamiz. Ya'ni B doim bizda teng bo'ladi 450 dan S eritmani ayirganimizga. Nimaga 450 dan S eritmani ayirganimizga teng bo'ladi? Keling, bittasini misolda tushuntirib berishga harakat qilaman. Deylik, mana bu birinchi holat uchun B ni topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, B ning qiymati teng bo'ladi 450 ni ayiraman
S ning qiymati 20 ni. Shunda menda 430 hosil bo'ladi. Demak, B teng 430 degan son hosil bo'ladi. Agar bu yerga 430 ni qo'yadigan bo'lsam, nima hosil bo'ladi menda? 430 ni qo'yadigan bo'lsak. Bunga 430 ga 20 ni qo'ysak 450, bu 500, 500 ga 5 qilamiz, 1000 ni beraveradi. Ya'ni 450 deganim nima? 450 u yerda 450 bu qiymat, misol uchun 550 ga 50 ni qo'shib oldim. Qo'shsam 500 ga 50 ni qo'shdim, 550 bo'ldi aniqrog'i va o'shandan men agar bu 40 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, bayaritmani hajmini beraveradi va jamini qo'shganimda 1000 ni beradi. Xo'p, bu uchun shu qiymatni hisoblaydigan bo'lsak, 450 dan 40 ni ayirishim kerak. Menda bu qiymat 410 ga teng bo'ladi. 450 dan 80 ni ayirishim kerak. Menda bu qiymat 370 ga teng bo'ladi. 450 dan 100 ni ayiraman, 350 bo'ladi. 450 dan 150 ni ayiraman va menda bu qiymat 300 ga teng bo'ladi. Demak, 5-topshiriq biologik kimyoga oid bo'lgan savolning qisqagina, oddiygina ikkita shartini mana shu ko'rinishda yechimlar tayyorlanishi kerak va shu ko'rinishdagi javoblar taqdim etilishi kerak edi. Shu bilan 5-topshiriq yozma ishning taqdiri o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.